enjoy the fun, 'cause we've just begun. Just look. Hoy shirintoy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirin ochamiz sizga. O'zlarimizni chin do'st tutaylik hayvonlarga, chunki cho'pchakda ular ishonar insonlarga. Magic never ends. The shining twinkle tears and the brave that never fears. Just look what fun. Hoy shirintoy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirin ochamiz sizga. Just look what fun. Сказки братьев. Aka-uka Grimm ertaklari. Journey to Tailland with a happy band. Atirgul g'unchasi. Bo'ldi qil yig'lama jajji malikam. Vaqt soati kelib, Botir oliyjanob shahzodaga turmushga chiqasan va saltanat malikasi bo'lasan. Ko'rdilar-mi, u jilmaydi. Gapim yoqdi shekilli. Malika sharafiga bazm uyushtiringlar. Qirollikdagi barcha obro'li odamlarni taklif qilinglar. Hech kim qolib ketmasin. Ajoyib fikr. Minorada yashaydigan ayollarni ham taklif qilaylikmi? Minorada yashaydigan ayollar? Ha, bo'lmasa-chi. Albatta taklif qilinglar. Ular ham jajji qizalog'imga uzoq umr tilashsin. Lekin ularga oltin likopchada taom berishimiz kerak. Bizda esa atigi 12 tagina oltin likopcha bor. Demak, ulardan faqat 12 tasini taklif qilamiz. Lekin janob oliylar. Ovozingni o'chir, buyruqni bajar. Yig'lama qizalog'im. Sen hali dunyodagi eng go'zal malika bo'lasan. Lekin hazrati oliylari, ular 13 ta. Qo'yaver, bazm bo'lsa bo'ldi. Balki siz haqdirsiz. Hey, kim bor? Demak, qirolimiz qiz ko'ribdilar-da. Bazmga taklifnoma yuboribdi. Qanday ajoyib. Mazza qilarkan. Menga yaxshi. Bazmga borarkanmiz. Yana qayerga deng? Bazmni juda yaxshilaman-da. Voy mena. Bu qanaqasi? Nega meni bazmga taklif etishmadi, a? Nima uchun? Mayli. Qirolni bu qilmishini hech qachon kechirmayman. Qirol qizli bo'pti-da. Men unga bayram qilishni ko'rsatib qo'yaman. Janob oliylari, qiz muborak bo'lsin. Bazmga taklif etganingiz uchun minnatdormiz. Ijozatingiz bilan malikaga o'z niyatlarimizni bildirsak. Qadam ranjida etganingizdan bag'oyat mamnunman. Men malikaga behisob boylik hadya etaman. Men unga go'zal husn ato etaman. Men esa sog'lik, mustahkam iroda, Farishtalardek bag'ri keng, mehribon bo'lsin. Men 12-chi nima sovg'a qilsam ekan? Nima bo'lyapti o'zi? Nega endi men malikaga sovg'a bermasligim kerak? O'ylab ko'ribdimki, taqdir sovg'a qilishga qaror qildim. 15 yoshga to'lgan kuni urchiq bilan barmog'ini yaralab vafot etadi. Peshonasiga 15 yoshga kirganda o'ladi deb yozib qo'yilgan. Ya'ni tug'ilgan kuni vafot etadi. Voy, biz buni jahannamga chiqarib qo'ydik. Voy sho'rim, demak qizalog'im bor yo'g'i 15 yil yashar ekanda.
Yolvaraman, yordam beringlar. Uni sehr jodudan xalos qilinglar. Qani endi sizga yordam bera olsam, afsus singlimni sehri jodusini bartaraf qilish qo'limdan kelmaydi. Unda malikamizga bildirilgan tilaklar nima bo'ladi? Men uni sehrini barbod qila olmayman, lekin kuchsizlantirishim mumkin. Ha, biron nima qil. Iltimos, qizimni hayotini saqlab qoling. U nima yomonlik qildi? Malika barmog'ini yaralab oladi, lekin o'lmaydi. Uzoq uyquga ketadi. Uni oliyjanob O'ktam shahzoda o'pgandan keyingina jodudan xalos bo'ladi. Yovuz jodugar malikamizga baxtsizlikni ravo ko'ribdi. Rostdanmi? Malika 15 yoshga to'lgan kuni vafot etadi. Buyuraman, shahardagi hamma urchuqlar yoqib tashlansin. Bittasi ham qolmasin. Endi malikaga hech narsa xavf solmaydi. Hamma urchuqlar yondirib yuborildi. Malika 15 yoshga to'ldi. Malika qayerda? Qiziq, nima qilyapti ekan? Qizim, qayerdasan? Nima gap? Hali ham tayyor bo'lmadingmi? Ota, qasrda qolishga ijozat bering, shaharga borgim yo'q. Nima uchun? Axir bugun tug'ilgan kuning-ku. Shaharga borib sovg'a olamiz deb o'ylagandim. Menga nima olib kelsangiz ham mayli. Unday dema. Yaxshisi tezroq bo'la qol. Shahardagi hamma o'yinchoq do'konlariga kiramiz. Senga eng chiroyli qo'g'irchoqlarni olib beraman. Ma'zur tutasiz, ota. Shu kuyni oxirini hech o'rgana olmayapman. Arfa chalish qiyin, qizim. Hay mayli, bilganingni qil. Do'konlarni oying bilan birga aylanib kelaman. Faqat biz qaytguncha xonangdan hech qayoqqa chiqma. Kelishdikmi? Nima uchun chiqish mumkin emas? Bu buyruq, qizim. Qizimiz umuman qo'g'irchoqlarga qiziqmay qo'yibdi shekilli. Ha, u ulg'ayib qoldi. Endi qo'g'irchoq o'ynash unga yarashmaydi. Ehtimol. Yo'q. Men endi yosh bola emasman, katta qizman. Bunday emas. Nega bu kuyni oxirini chala olmayapman? Bu gullar muncha go'zal bo'lishmasa, nega gullar umrbod ochilib turishmaydi? Qiziq.
kuyni kim chalyapti ekan? Bu eski minoraga nega chiqdim? Axir otam xonangdan chiqma degan edilar-ku. Kimsiz? Bu yerda nima qilyapsiz? Ip yigiryapman. Arfa chalayotgan sizmi deysiz? Yo'q, mana 15 yildirki shu tashlandiq xonada ip yigiraman. Arfa chalishga vaqtim yo'q. Lekin hozirgina shu xonada kimdir arfa chalayotganini eshitdim. Bilmadim. Iltimos, yana chalib bering. Bu ajoyib kuyni oxirini o'rganmoqchi edim. Chalardim-u, lekin ipni kim yigiradi? Agar chalishga rozi bo'lsangiz, jonim bilan ipingizni yigirib beraman. Mayli, sen aytgancha bo'la qolsin. Negadir uyqum kelyapti. Ha, mana nihoyat o'chimni oldim. Endi hech qachon uyg'onmaysan. Qani meni go'zal qizim? Malikam. Hammang uxla. Birortang bedor qolma. Hech kim meni sehr jodumni bartaraf etolmaydi. Malikani peshonasiga yozilgan narsa ro'y berdi. U uxlay ketdi. Go'zal malikamizni jodudan qutqarishimiz kerak. Ha, uni qutqarishimiz kerak. Tezroq qasrga borish lozim. Ketdik. Uyqudagi malikani qasri shumi? Jodulangan atirgullarni chop tashlayman. Malikani qutqarib uni qo'lini so'rayman hamda yarim qirollikka ega bo'laman. Qilichim, qani yo'ldan qoch. Ah, la'nati gullar. Malika qachon uyg'onishi kerak?
Aytishlaricha shu yovvoyi gullar ochilganda Xotiram pand bermasa bu gullar oxirgi marta bolalik chog'imizda ochilgan edi. Juda ajoyib, lekin g'amgin kuy ekan. Malika, Bu kuyni oxirini bilmayman. Balki siz bilarsiz. Malika, men sizni uyqudan uyg'otaman. Malika! Malika! Bu kuyni oxirini bilmayman. Balki siz bilarsiz. Oh, qasrga marhamat. Qasr asriy uyqudan uyg'onayotganga o'xshaydi. Malika, qayerdasiz? Malikam! Men bu yerdaman, shahzodam. Atirgul g'unchasiga o'xshaydi-ya. Uyg'ondingizmi, Malikam? Meni sehri jodudan siz qutqardingizmi? Ha. Sizni bir umr kutdim. Meni qutqarganingiz uchun minnatdorman. Meni bu yerga ajoyib kuy boshlab keldi. Malika qani? Men unga ajoyib sovg'a olib keldim. Bu yerda nimalar bo'lyapti o'zi? Ana yo'qol bu yerdan. Tasbih Malikam. Qizim kap-katta bo'lib qopti-yu, men unga qo'g'irchoq olib yuribman. Ha, buni qarang.
Prodyuser Koichi Motohashi. Rejissyorlar Hiroshi Saito, Shigeru Omachi, Kuzuyoshi Yokota, Takayoshi Suzuki, Jiro Saito, Famio Kirakawa. Rassomlar Nobuyuko Hojimato, Masari Yamamoto, Akira Miyazaki, Nabuya Hanai. Bastakor Hideo Shumazu. Nippon Animation mahsuloti. Film O'zbekiston teleradio kompaniyasining buyurtmasiga binoan O'zbekchili film studiyasida dublyaj qilindi. Rus tilidan Mirzamurod Olimov tarjimasi. Dublyajda artistlardan Barno Qodirova, Karomat Isomova, Munira Satullayeva, Fayzulla Ahmedov, Farhod Abdullayev, Bahodir Nishonov, Fathulla Masudov. Rejissyor Kamoliddin Usmonov. Ovoz rejissyori Svetlana Abdurahimova. Rejissyor yordamchisi Alisher Ahmadjonov. Muharrirlar Munira Satullayeva, Burxon Umarov. Video muhandis Sardor Nurullayev.